Bo'ldi aka, sizni ishingiz aniq 100% hal qilib beraman. Men bilan kelishsangiz, aniq menga ishonasiz, ishingiz 100% natijasini ko'rsatib beraman. Aka, sizga tegishli bo'lgan hamma hujjatlarni o'rganib chiqqanimdan keyin masalani yechish uchun himoya strategiyasini ishlab chiqaman. Ishlab chiqqan himoya strategiyamni siz bilan tanishtiraman, batafsil tushuntiraman. Agar men sizga taqdim qiladigan himoya strategiyasi ma'qul kelsa, shundan keyin shartnoma imzolaymiz va ishingizga kirishaman. Aka, men sizni ishingizni olganimdan keyin u nima qilishni men o'zim bilaman, o'zim hal qilaman. Natijasi bo'yicha faqat siz ko'rasiz xolos. Hamma yo'qda o'zim bilib qilaman. Ish jarayonlari bo'yicha to'liq sizga axborot berib boraman. Har bitta holat, yuzaga kelgan muammolar har birini siz bilan alohida bo'lishaman va qonunchilik tartibi bo'yicha bularni qanday yechish masalasini birma-bir muhokama qilamiz. Ertaga sudingiz boshlanib qolgandan keyin aka sudga chiqib olib shunaqa shantaj qilaman, shunaqa baqir-chaqir qilaman, aka sudyani o'zi ham qo'rqib ketib, bizni foydamizga qaror chiqarib beraman deb tashlaydi. Sudga yetib kelgan vaqtimizda sud harakatlari davomida har bitta holatni sizning manfaatlaringiz yuzasidan qonunchilikka to'g'ri kelmasligini sizga tushuntirib boraman. Agar sizning manfaatlaringiz buzilgan taqdirda tegishli tartibda murojaatlar ketma-ketligi bo'yicha har bitta holatni ariza, iltimosnoma shaklida murojaat qilib boramiz. Sudda tartibni buzmaymiz, qonun qoidalariga to'la amal qilishga harakat qilamiz.